Bu Xitoyning 2 listli tok tashlaydigan pechkasi. Bu pechkani esa biz yasadik. Xitoyda ishlab chiqarilgan pechkamiz old qismiga nержавейка, obshyutkalar, otsinkovka, ichki qismlariga ham otsinkovka listlar ishlatilgan. 1-2 yil atrofida mana shu ko'rinishga keladi. Hamma joyi chirkitadi. Biz yasagan pechkamizda obshyutkalar, old qismlar, ichki qismlar hamma joyiga nержавейка materialdan foydalanganmiz. Bu uzoq muddat xizmat qiladi.